06 ni zamogini ulanish prinsipini tushuntiraman sizlarga. Mana eng tepadagi simimizda ikkita yonma-yonni bittasi farani simi bo'ladi, faraniki bo'ladi. Mana qora paloska bo'ladi, faraniki bo'ladi mana. Buni bittasi dvorniga ketadi, bittasi faraga boradi, bittasi pechkaga boradi. Mana ikkinchisi. Ikkitalikni bittasi. Xo'p, uni ketidan ulaymiz, jigarin sim bo'ladi. Jigarin simimizda pilis sim bo'ladi. Uni ketida yashil sim bo'ladi, cheriz zamok bo'ladi. Bittasi pirdaxnitni blokka keladi, bittasi pramoy babinaga boradi. Uni ketida yana pilis bo'ladi, oranjeviy sim bo'ladi, postoyanniy pilis bo'ladi. Buni yonida mana bitta qavatda ketma-ketligida starter simi bo'ladi, qizil sim bo'ladi. Mana bu bitta zapas qavatda bunga magnitofon, cheriz zamok ulasanglar bo'ladi, magnitofon ulasanglar bo'ladi. Postoyanniy pilis turadi bu yerda ham. Hozir anaqa zamok qo'yishni ham o'rgataman sizlarga mana. Bularni hammasini chiqarib olib tashlaymiz. Zamokka mana yarim palajani qo'yib turamiz, shuna bossanglar kiradi ichkariga mana. Zamogimizni tushdi joyiga. Yana bir marta tushuntirib o'taman, eslatib. Mana bu simimiz eng tepada farani simi bo'ladi, qora simimiz. Buni yonida jigarin, postoyanniy pilis bo'ladi. Undan keyin yashil sim bo'ladi, cheriz zamok. Keyin oranjeviy sim pilis bo'ladi. Mana oxirida bitta qizil sim turibdi, starterki bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.